operatsiyaga hali kichkina. Bu воронкообразная грудинка. Buniki tug'ma. Bu raxizический deformatsiya bilan farq qiladi bu diagnoz. Bu holatlarda operatsiya qilib plastina qo'yishadi. Mana orasidan bundoq qilib plastina qo'yishadi deb bu yoqqa ko'tarib qo'yishadi. Tushundingizmi? Undan battar bo'lib ketmasligini oldini olish maqsadida va bolani o'pkasi, o'tpufi, oshqozon, yuraklarni zararlamaslik maqsadida sizlar osteopatiya bilan massaj olib turasizlar. Keyin o'zi umuman massajdan oldin keyin solishtiring o'zgarish. Oldin oluvdik degani tashab qo'ydingiz degani. Chunki bizda shunaqa holatlar bo'lgan, postoyanno massaj olib osteopatiya olib turganlar operatsiyagacha yetib borishmayapti, yaxshi bo'lyapti. Chunki har kuni osteopatiya bilan anaqa massaji, hop, har kuni. Osteopatiya deb aytayotganim har kuni polностью emas.